hamda oshiq bilan ko'rishga chiqadi. Oy, qinaga, mana men sizlarning kuyovul bo'laman. Kuyovul chiroydan qaraganda kuyib voydaklik qilib turdi. Oshiq hayronlik bilan og'zini ichib qoladi. Bu chog'da Guli darhol yugurib chiqib, akasining qo'yniga o'zini atadi. Hamda "Vi aka, men yaxshi, men dahshat yaxshi, g'azab yaxshi bo'lib ketib baraman" deb turib, bir munch sesiq gap qilib, akasiga shabi bergandek qiladi. Lekin bu sodda akasi, "Voy, rost yaxshi o'xshaydi, jumo singlim haqiqatan baxtli ekan. Muhabbatning rostli yosh cheklimisi yo'q o'xshaydi" deb o'ylab qilib, "Bo'ldi, sizlar o'tiraveringlar, men ketib qolay, baxtli bo'linglar" deb ketib qoladi. Akasining ketib qolganligini ko'rgan Shankar ushqandek yugurib chiqib akasining oldini to'saydi. Hamda bo'lgan ishlarni uningga tushundirmoqchi bo'ldi. Shankar mingtaslikda yerga bir nimalarni sizib turib, mahsini akasiga uqtirdi. Oshiq darhol singlisining uyiga qarab mangdi. Lekin bu chaqda muhabbatga ishtiyog'i ding turgan Rojixo'jam "Keling ajinim, biz birlikda muhabbat uchun chavoq chalaylik" deb Gulini o'ziga tortib atadi. Guli bo'lsa, palampaydan yiqilib tushib, guldir dumilab, akasining putining ostiga kelib qoladi. Oshiq singlisini qutuldirish uchun Bidircha Shanko bilan qattiq ilishib ketadi. Guli bo'lsa, ko'ngilda men qattiq yordam qilyapman-ku bu ishga deb, u yoq o'tib "Vayaka, bu yoq o'tib vayaka" deb chaqirib o'ynaydi. Dal mush vaqtda Rojixo'jam xanjardan birini ilib, tiqibli vataymu ma bir nimani deb osta oshiqning kaynidan keladi. Hocamning xanjarni ilib kelayotganligini ko'rgan Guli qahr mollachi o'rnidan chachirab qopib, "Vayaka, vayaka" deb texmi qattiq vaqirash orqali ayv qilib qo'rqatmoqchi bo'ladi. Shankar bo'lsa, baldirma emas, kiyinma emas, naqli tiqitlib atganga ulgurib keladi. Rojixo'jam Shankarning bo'shqa ardashqini ko'rib, qattiq g'azablanib uni haqoratlaydi. Shankar bo'lsa, Rojixo'jamning ko'ziga tikilib turib, ichidan ming qitim uning onasiga cho'nqur salom yo'llab o'tgandan keyin Gulining qo'lidan tutib ilib qochadi. Ular qachaqash. Xo'jam bo'lsa, qo'g'la bo'lib, keyin uning yarim soatlik vaqti mushundaq tayinli qo'g'lashlar bilan o'tkazib o'tgandan keyin u ikkisi mingtaslikka qochib qutulib, bir tog'ning bag'rida dam oladi. Birdan bo'lsa-mu damib qolgan Guli akasining o'limini qo'ngning qirg'i olmay unutib kelib, tuyuqsiz naqsh etqisi kelib, tog' bag'rida Shankar bilan to'lg'ulib, naqshi etib vaqirab, kaynidan qo'g'lab kelayotgan dushmanlarning bunchilik kechikib kelayotganiga sal rozi emasdek qilyotdi. Mana, dal mushchaqda pikuchardan uchib kelgan hojamning odamlari bir pay etib bu qizni rozi qilib Shankarni tutib oladi. Hamda Gulining ko'z oldida Shankarning bo'yniga bir xanjar surib, xal qilibla Shankarning jinnini ilib, yodini ishtirib shiraydi. Bechora Guli Benri bilan bir tavsan bo'lib ishratxonaga setib o'tildi. Shankar rostli o'lganmidi? Yo'q, kim o'lsinki, Shorilxon hargizmi o'lmaydi-da. Xo'yanjoni suvda eqib ketib qiz bola qutuldirib olgandek, uni bir qeyri boy qutuldirib oldi. Boy uning ahvolini ko'rib, uni davolaydi. Hamda uningga nasihat qilib tasalli berdi. "Ey bolam, sen asli bir obdan gap qila oladigan bola ekansan, zuvoningga bir nimani tiqib o'tibdi emasmi? Mana, bugun sening zuvoningni men ochaman. Ey bechora, zuvoningga haqning ko'z tegibdi-ya." Shankar bu ishlardan qattiq ta'sirlandi. Hamda ko'z oldiga uning kichik vaqtidagi o'tmishlar xuddi kinodek bir-birlab keladi. Ya, hataka. Xuddi kinodek emas. Buning o'z bir kinogu. Rost. Shankarning dadasi bir kanishchisi bo'lib, bir kuni u konning ostida intoyin cho'ng olmasdan birini qezib chiqadi. Hamda xo'shalligida bu xush xabarni ayoliga aytadi. "Oy jinim xotin, endi biz boy bo'ldik. Bugundan boshlab pochi guyruqlanmay yeydigan bo'ldik." Ular allaqachon ko'nilarning chiroyli xotining bilan puling ba hamyonini haq ko'rsatma degan gapini unutib ketgan edi. Tuyuqsiz ishga ablah paydo bo'lib, Shankarning opisi bilan dadasiga o'q chiqarib, ularni o'ldirib olmasini bulab ketadi. Nadin kelganini bilgani olmaydigan bir qorqul o'choqdagi qizil cho'g'ni ilib, Shankarning og'ziga tiqib, Shankarni gap qila olmas qilib o'tadi. Bizning oq ko'ngil ham mehribon Rojixo'jamiz o'ttirg'i tushib, haqqoniyatni so'rab, qotillarni jazolab, Shankarni o'z qo'yniga oladi. Bechara Shankar azobdan qor bisib o'g'inib ketadi. "Hey, u qachonmi saqiyib o'rnidan dasturib keta deb ansirab o'ltarsam, halodan to'satdan bir muzik sadosi anglandi. Mana qaynayotgan cho'ngapangning ko'rsi, naynaqshigan yigitlarning do'rsi degandek, nadin kelgan kuch qudratni bilmadim, Shankar o'rnidan das qopib taloq chiqib ketadi. Hamda shu yugargan peti tog'ning cho'qqisiga chiqib, hamda saqaygan konini biroqla anginali qilib o'taychi deb qattiq to'laydi. Bu chaqda Rojixo'jam o'zining uzun yil ko'rishmagan ichki og'insi bilan apga sodlar to'g'riliq cho'nqur munozara ilib beryapti.
Bu ikisi bo'lsa, dal ayni vaqtda Shankarning ota-onasini o'ldirib etgan qotillar edi. Bular amaliyotda yolg'on o'lgan bo'lib, bu faqat Roji Xo'jam bilan yerlik taftish birlikda o'ynagan bir o'yin edi. Xo'jamning inisi Shanko sovrinni rangligiroq qilish uchun Benrini akab bermoqchi bo'ldi. Bu ahvolni ko'rgan kuli "So'rim bo'lsa meni chaqirib olinglar, kechgacha Benrini ilib mangmay, menmi talaga bir chiqib baqay, uyda o'tirib zerikmi ketdim" deb ularning kaynidan eslib mangdi. Bu bir talash tortishning orlig'ida Benriga ehtiyotsizlikdan bir pichoq tegib ketadi. Hamda bugun kechlik sovrindan quruq qoladi. Gulini bo'lsa maydonning o'ttirisiga chiqib esib qo'yib, kimlar tuqib sotadi. Dal bu paytda Shankar paydo bo'lib, Gulini ilib mangan ikki ablahning dal o'zining ota-onasini o'ldirgan qotil ekanligini ko'rib, ularning kaynida mengshiga Shanku to'satdan paydo bo'lib, uning oldini to'saydi. "Ha, sen qiqasqo, teqa o'lmabsan-go. Fu xo'jakivaga o'xshamamsa?" deb qopsa, "Men burun bir qochdim, lekin hozir mangsindek kumpam bojimo." Shokir o'zining 4 jiningsini kayni-kaynidan qo'yib berib, "Dajo" deganni o'lgidek berib, Shankuning manqisini chiqarib, beshini o'choqqa tiqib qo'ydi. Qaysar Guli bo'lsa, tuyuqsiz o'yg'inib qilib, davon yo'llarda rol talishib, qatnash qoidasi darsligiga tipik bir material bo'lib berdi. Eskilarning qo'lidan qechib qutulgan Guli, raketadek yugurib kelgan Shankar bilan ko'rishib, apoq-chapoq bo'lishib ketdi. Shankar bo'lsa kayindan qo'g'lab kelgan ablahni ikki tepak bilan bo'ysundirib, uning og'zidan ayni vaqtda o'zining og'ziga cho'g'ini silib odamning asli Roji Xo'jam ekanligini bilib, qattiq g'azablanadi. Hamda bu becharamga ish chaqirtib, "Abdulla seni qo'yib etay" deb uni qo'yib etadi. Shankar Guli ham og'insining yordami ostida Xo'jamning yana bir og'insi, ya'ni o'zining ota-onasini o'ldirgan qotillardan biri bo'lgan Dilovoni oldab, ko'mir konga akilib, bo'ynidan jip tortib egiz esib qo'ydi. Roji Xo'jam bo'lsa, odamlarni boshlab qoniq kelib, ko'z oldidagi yuz bergan ishlardan hayron qoladi. Hamda Shankarning oyat ekanligini ko'rib, ishtonga chiqarib etayli deb qoladi. Shankar egiz yerga chiqib olib, xalqlarni quturtib, o'zining qanchalik ichinchlik kun ko'rganligi ko'z oldinglardagi bu Roji Xo'jamning qanchalik eski ekanligini hech qanday dalil pokitni ko'rsatmay turibla, go'yo qutqaznish falsafasini so'zlaydigan muallimlardek hayajon ilgari so'zlaydi. Xalqlar bo'lsa, go'yo tordagi bir qism oqqarni farq etmay, nimani ko'rsa rost deb qoladigan tordashlardek, mushu odam sali ichinishlik turdi jumo, mushu odambek bechora ekan jumo, mushuning deganlari rasmikin tang deb turib, Shankar taraf turib, Roji Xo'jamga qarshi turib, uningga tosh otdi. Roji Xo'jammo o'mashib cho'ng'igan bola emasdi. Qo'lidagi Qur'onni ilibla tarang-turang qilib, qon maydonini jang maydoniga o'zgartirdi. Bizning Qaysar Shankar, sen razil kuch bo'lsang, men haqqoniyatning qo'g'dug'isi Rambo deb turib, Roji Xo'jamni urib, boshqallasini yerib, uni qistab bir bulunga opiribdi. Amal qilolmagan Roji Xo'jam yalurishga boshlaydi. "Jinim bolam, men o'zim seni bir qo'lloq baqqan-go. Sen shunda yaxshi bolating-go. Nimanchi qilsa? Sana shunchalik ichim kuyatdi-go. Iching kuyamdi? Ems bugun kechangmi kuyab baqson?" Shankarning qo'lidagi cho'g'i yerga tushishi bilan tang, bu yer o't dengizga aylanib, Roji Xo'jam ichi-tishi tang kuyib, oxiri pishqon bir qiyrablaq bo'lib, xotirjam ko'z yumadi. Shankar kaynidagi portlashga qarabmi qo'ymay, oldiga dodil qadamlar bilan besib ketib boradi. Dumbang toza ko'yganda alavza. Shuning bilan bu kinorimiz vaqt ichida oyoqlashdi. Do'stlar, bu kinodan shuni bilib olamizki, qiyrisang obdan qiyrig'in, olmisi berib qo'niqingni terig'in degan haqiqatan to'g'ri gap edi. Yo, aytishi. Taraq. Nimanchilar teriksa, sapra bo'lma, ig'ir besi qolibkam. Ma bir nima, pano salonni bilmaydi-ka, teq bir ko'to'lab ko'maymi deydi. Hay, bo'ldi, cho'ng'ish emasga. Asha bir ko'yni apirib fangday to'lisin, mashinning shofusini to'lisin. Hozir bosh qizlar shualivim qilibsin, ko'mdingmi achirayga. Da ko'chiray chiqibdi bu bola. Lekin aka, ma gwanju densan jönfa qilmaymi da bassa. 抖音。